Bismillahirrohmanirrohim. Allohning amri keldi. Bas unga oshiqmay qo'ya qoling. U zot ular shirk keltirayotgan narsalardan pok va oliydir. U zot o'z amri ila farishtalarni ruh, vahiy bilan bandalaridan o'zi xohlaganlariga ogohlantiringlar. Albatta, mendan o'zga iloh yo'q, bas menga taqvo qilinglar deb nozil qilur. U zot osmonlar va yerni haq ila yaratdi. U zot ular shirk keltirayotgan narsalardan oliy bo'ldi. U zot insonni nutfadan yaratdi. Endi esa u ochiq oydin husumatchi bo'lib turibdi. U zot chorva hayvonlarini ham yaratdi. Ularda siz uchun issiqlik, manfaatlar bor va ulardan yeysizlar ham. Va siz uchun ularda kechki payt o'tloqdan qaytayotganlarida va ertalab o'tloqqa ketayotganlarida chiroy bor. Va ular yuklaringizni siz jon mashaqqatisiz yeta olmaydigan yurtlarga ko'tarib boradi. Albatta, Robbingiz o'ta shafqatlidir, o'ta rahimlidir. Otlar, xachirlar va eshaklarni minishingiz va ziynat uchun yaratdi va siz bilmaydigan narsalarni yaratur. Yo'llarning eng to'g'risi Allohning zimmasidadir. Ulardan egrisi ham bordir. Agar xohlasa, albatta hammangizni hidoyat qilar edi. U osmondan suvni tushirgan zotdir. Sizga undan ichimlik va undan chorvani o'tlatadigan o'simlik bor. U zot o'sha suv ila sizga ekinlarni, zaytunni, xurmolarni, uzumlarni va turli mevalarni o'stirur. Albatta, bunda tafakkur qiladigan qavmlar uchun oyat, belgilar bor. U zot sizga kechani-yu kunduzni, quyoshni-yu oyni beminnat xizmatkor qilib qo'ydi. Yulduzlar uning amri ila beminnat xizmatkordir. Albatta, bunda aql yurituvchi qavmlar uchun oyat, belgilar bor. Va siz uchun yer yuzida turli rangda yaratib, taratgan narsalari ham. Albatta, bunda eslatma oladigan qavmlar uchun oyat, belgi bordir. U dengizni siz undan yangi barra go'sht yeyishingiz, undan taqadigan taqinchoqlar chiqarib olishingiz, unda suvni yorib ketayotgan kemalarni ham ko'rasan, hamda uning fazlini talab qilishingiz uchun beminnat xizmatkor qilgan zotdir. Shoyatki shukr qilsangiz. U zot yer sizlarni tebratib yubormasligi uchun uning ustiga barqaror tog'larni tashlab qo'ydi. Anhorlar va yo'llarni ham, shoyatki to'g'ri yo'l topsangiz. Va alomatlar hamda yulduzlar ila ular yo'l topurlar. Yaratadigan zot, yaratmaydigan zot kabi bo'lurmi? O'ylab ko'rmaysizlarmi? Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmassiz. Albatta, Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Alloh nimani sir tutayotganingizni ham, nimani oshkor qilayotganingizni ham biladir. Ularning Allohdan o'zga ibodat qilayotganlari hech narsani yarata olmaslar. O'zlari yaratilurlar. O'liklardir, tirik emaslar va qachon qayta tirilishlarini bilmaslar. Ilohingiz yagona ilohdir. Oxiratga iymon keltirmaydiganlarning qalblari inkor qiluvchidir. O'zlari esa mutakabbirdirlar. Hech shubhasiz, Alloh nimani sir tutayotganlarini ham, nimani oshkor qilayotganlarini ham biladir. Albatta, u mutakabbirlarni suymas. Qachonki ularga Robbingiz nimani nozil qildi deyilsa, ular
avvalgilarning afsonalarini derlar. Qiyomat kuni o'z gunohlarini to'laligicha va ilmsiz ravishda yo'ldan adashtirganlarining gunohlaridan ko'tarishlari uchundir. Ogoh bo'ling, ular ko'targan narsa qanday ham yomon. Batahqiq ulardan oldingilar ham makr qilganlar. Bas Alloh binolarini poydevoridan yiqitdi. Shift ustlariga qulab tushdi va ularga o'zlari sezmagan tomondan azob keldi. So'ngra qiyomat kuni u zot ularni sharmanda qilur va haqlarida ayrimchilik qilib yurganingiz mening sheriklarim qani der. Ilm berilganlar bugungi kunda xorlik va yomonlik kofirlargadir derlar. Farishtalar ularning jonlarini o'zlariga zulm qiluvchi bo'lib turganlarida olurlar. Ular hech bir yomonlik qilmagan edik deya taslim bo'lurlar. Yo'q, albatta Alloh nima amal qilib yurganingizni o'ta biluvchidir. Bas jahannam eshiklaridan unda mangu qoluvchi bo'lgan xoringizda kiring. Bas mutakabbirlarning turar joyi qanday ham yomon. Va taqvo qilganlarga Robbingiz nimani nozil qildi deyildi. Ular yaxshilikni dedilar. Chiroyli amallar qilganlar uchun bu dunyoda chiroyli mukofot bordir. Albatta, oxirat diyori yaxshiroqdir. Taqvodorlarning diyori qanday ham yaxshi. U adin jannatlaridir. Ularga kirganlarida ostilaridan anhorlar oqib turar. Ular uchun u yerda istagan narsalari bor. Alloh taqvodorlarni ana shunday mukofotlar. Farishtalar ularning jonlarini pok hollarida ola turib, sizlarga salom bo'lsin, qilib yurgan amallaringiz tufayli jannatga kiring derlar. Ular o'zlariga farishtalar yoki Robbingning azob amri kelishiga intizor bo'lib turibdilarmi? Ulardan oldingilar ham shunday qilgan edilar. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga zulm qilgan edilar. Bas qilgan yomon amallari o'zlariga yetdi va istehzo qilgan narsalari o'zlarini o'rab oldi. Shirk keltirganlar, agar Alloh xohlaganida biz ham, ota-bobolarimiz ham undan o'zga hech narsaga ibodat qilmagan bo'lar edik, hamda u zotsiz biron narsani harom qilmagan bo'lar edik dedilar. Ulardan oldingilar ham shunday qilganlar. Rasullar zimmasida ochiq oydin yetkazish bor, xolos. Badahqiq har bir ummatga Allohga ibodat qiling va tog'utdan chetlaning deb rasul yuborganmiz. Bas ulardan Alloh hidoyat qilganlari ham bor va ustilariga zalolat haq bo'lganlari ham bor. Bas yer yuzida yurib yolg'onga chiqaruvchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar soling. Ularning hidoyatiga tashna bo'lsang ham Alloh zalolatga ketkazgan qavmlarni hidoyat qilmas. Ularga hech qanday yordam beruvchilar ham bo'lmas. Ular jon jahdlari bilan Alloh o'lganlarni qayta tiriltirmas deb Allohning nomi ila qasam ichdilar. Yo'q, bu u zotning zimmasidagi haq va'dadir, lekin odamlarning ko'plari bilmaslar. Ularga ixtilof qilib yurgan narsalarini bayon qilib berish uchun va kufr keltirganlar o'zlarining shubhasiz yolg'onchi ekanliklarini bilishlari uchun qayta tiriltirur. Albatta bir narsani iroda qilsak, unga aytadiganimiz bo'l demog'imiz xolos, bas u bo'ladir. Zulm qilinganlaridan so'ng Allohning yo'lida hijrat qilganlarni bu dunyoda albatta yaxshi joyga joylashtiramiz
va oxirat ajri kattaroqdir. Koshki bilganlarida edi. Ular sabr qilgan va Robbilariga tavakkul qilganlardir. Sendan oldin ham faqat kishilarni yuborib, ularga vahiy qilganmiz. Agar bilmaydigan bo'lsangiz, zikr ahllaridan so'rang. Ochiq oydin bayonotlar va kitoblar ila yubordik. Va senga odamlarga nozil qilingan narsani o'zlariga bayon qilib berishing uchun zikrni nozil qildik. Shoyatki tafakkur qilsalar. Makr ila yomonliklar qilganlar Alloh ularni yerga yuttirib yuborishidan yoki ularga kutmagan tomonlaridan azob kelib qolishidan xotirjam bo'ldilarmi? Yoxud ularni ayblab yurganlarida olishidanchi? Bas ular u zotni ojiz qoldiruvchi emaslar. Yoki ularni hadiksirab turganlarida olishidan hamma? Zotan Robbingiz o'ta shafqatlidir, o'ta rahimlidir. Axir Alloh yaratgan har bir narsaning soyalari bo'ysunuvchi bo'lgan holda Allohga sajda qilib, o'ngga, chapga moyil bo'lishini ko'rmadilarmi? Osmonlar va yerdagi barcha jonzotlar va farishtalar faqat Allohga sajda qilurlar. Ular mutakabbirlik qilmaslar. Ular ustilaridagi Robbilaridan qo'rqurlar va o'zlariga amr qilingan narsalarni qilurlar. Alloh ikkita iloh tutmangiz. Albatta, ugina yagona ilohdir. Bas mendangina qo'rqingiz, dedi. Osmonlar va yerdagi narsalar unikidir. Din ham bardavom unikidir. Allohdan o'zgadan qo'rqasizlarmi? Sizda qaysiki ne'mat bo'lsa Allohdandir. So'ngra qachonki sizga yomonlik yetsa, ungagina yolvorasiz. So'ngra u sizdan yomonlikni kushoyish qilgan chog'da qarabsizki, sizdan bir guruh o'z robbilariga shirk keltirurlar. Ularga bergan narsalarimizga kufr keltirish uchun. Bas huzurlanib turinglar. Tezda bilirsizlar. Va ular o'zlari bilmagan narsaga biz ularga bergan rizqdan nasiba ajraturlar. Allohga qasamki, o'zingiz uydirgan yolg'on narsa haqida albatta so'ralursiz. Ular Allohga qizlarni mansub qilishur. U pokdir. O'zlariga esa ko'ngillari tusagani emish. Qachonki ulardan biriga qizning xush xabari berilsa, g'am alamga to'lib, yuzi qorayib ketur. Unga berilgan xush xabarning yomonligidan uyalib, qavmidan berkinur. U qizni xorlikla olib qolsammikan yoki tuproqqa qorsammikan? Ogoh bo'ling, qilayotgan hukmlari naqadar yomon. Yomon sifat oxiratga iymon keltirmaydiganlargadir. Eng oliy sifat Allohnikidir. U o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Agar Alloh odamlarni qilgan zulmlariga binoan tutganida, yer yuzida bitta ham jonzotni qoldirmas edi. Lekin ularni belgilangan muddatgacha ortga surur. Bas, qachonki muddatlari kelsa, uni biror soat orqaga ham, oldinga ham sura olmaslar. Ular Allohga o'zlari yoqtirmagan narsani mansub qilurlar. Tillari esa yolg'onni, ularga yaxshilik bo'lishini vasf qilur. Hech shubhasiz, ularga albatta olov bo'lur va albatta ular unutilganlardir. Allohga qasamki, sendan oldingi ummatlarga ham rasul yuborganmiz. Bas shayton ularga amallarini chiroyli ko'rsatdi. U bugun ularning do'stidir. Ularga alamli azob bordir. Senga kitobni ularga o'zlari ixtilof qilgan narsalarni bayon qilishing uchun
iymon keltiradigan qavmlarga hidoyat va rahmat etib nozil etdik xolos. Alloh osmondan suv tushirib, u ila yerni o'limidan keyin tiriltirdi. Albatta, bunda eshitadigan qavmlar uchun oyat, belgilar bordir. Albatta, chorva hayvonlarida ham siz uchun ibrat bordir. Sizni ularning qornidan, go'ng va qon orasidan ichuvchi uchun yutumli sof sut ila sug'orurmiz. Va xurmo va uzumlarning mevalaridan mast qiluvchi narsa va go'zal rizq olursiz. Albatta bunda aql yurituvchilar uchun oyat, belgi bordir. Robbing asalariga vahiy yubordi. Tog'lardan, daraxtlardan va ko'tarilgan ishkomlardan uy tutgin. So'ngra hamma mevalarni yegin. Bas Robbingning oson qilib qo'ygan yo'llaridan yurgin. Qorinlaridan turli rangdagi ichimlik chiqar. Unda odamlar uchun shifo bordir. Albatta bunda tafakkur qiluvchilar uchun oyat, belgi bordir. Alloh sizlarni yaratgandir. So'ngra sizlarni vafot ettiradir. Sizlardan bilimli bo'lgandan so'ng hech narsa bilmaydigan bo'lishi uchun umrning eng zaifligiga qaytariladiganlar bor. Albatta, Alloh o'ta biluvchidir, o'ta qudratlidir. Alloh rizqda ba'zingizni ba'zingizdan afzal qildi. Bas afzal qilinganlar hamma teng bo'lsin deb o'z rizqlarini qo'llarida mulk bo'lganlarga beruvchi emaslar-ku. Allohning ne'matini inkor qiladilarmi? Alloh sizlar uchun o'zlaringizdan juftlar qildi va sizlarga juftlaringizdan bolalar va nabiralar qildi, hamda sizlarga pok rizqlarni berdi. Botilga iymon keltiradilar-u, Allohning ne'matiga kufr keltiradilarmi? Va Allohdan o'zga ularga osmonlar va yerdan hech bir rizqqa molik bo'la olmaydigan va hech narsaga qodir bo'la olmaydigan narsalarga ibodat qilurlarmi? Allohga misol keltirmanglar. Albatta Alloh biladir, sizlar esa bilmassizlar. Alloh hech narsaga qodir bo'lmaydigan mamluk qul bilan biz uni yaxshi rizq ila rizqlantirgan, o'shandan maxfiy va oshkora nafaqa qiladigan kishini misol qilib keltirdi. Ular teng bo'lurlarmi? Hamd Allohgadir. Yo'q, ularning ko'plari bilmaslar. Alloh ikki kishini misol keltirdi. Birlari soqov, hech narsaga qodir bo'lmas. U o'z hojasiga yukdir. Qayerga yuborsa ham yaxshilik keltirmas. O'sha odam bilan o'zi to'g'ri yo'lda turib, boshqalarni adolatga amr qiladigan kishi barobar bo'lurmi? Osmonlar va yerning g'ayb ilmi Allohnikidir. Soat, qiyomat ishi esa ko'z ochib yumgandek yoki undan ham yaqinroqdir. Albatta, Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. Alloh sizni onalaringiz qornidan hech narsa bilmaydigan holingizda chiqardi va sizlarga quloq, ko'zlar va dillarni berdi. Shoyatki shukr qilsangiz. Osmon fazosida beminnat xizmatkor qilingan qushlarni ko'rmadilarmi? Ularni faqatgina Alloh ushlab turadir xolos. Albatta, bunda iymon keltiradigan qavmlar uchun oyat, belgilar bordir. Alloh sizga uylaringizni oromgoh qildi va sizga chorva hayvonlarining terisidan ko'chadigan va qo'nadigan kuningizda yengil ko'tariladigan uylar qildi. Ularning junlari, yunglari va qillaridan ma'lum vaqtgacha jihoz va mato bo'ladigan qildi. Alloh sizga o'zi yaratgan narsalardan soyalar qilib qo'ydi va sizga tog'lardan boshpanalar, sizlarni issiqdan saqlaydigan kiyimlar
va zarbadan saqlaydigan kiyimlar qilib qo'ydi. Shunday qilib, u sizlarga o'z ne'matini batamom qilib berdi. Shoyatki musulmon bo'lsangiz. Agar yuz o'girib ketsalar, bas, sening zimmangda ochiq oydin yetkazib qo'yish xolos. Allohning ne'matini tanirlar, keyin esa uni inkor qilurlar. Ularning ko'plari kofirlardir. Bu kunda barcha ummatlardan guvoh keltirurmiz. So'ngra kufr keltirganlarga uzr uchun izn ham berilmas va ulardan rozi qilishlari ham talab qilinmas. Zulm qilganlar azobni ko'rgan chog'larida ulardan yengillatilmas va ularga muhlat ham berilmas. Va shirk keltirganlar sheriklarini ko'rgan chog'larida Robbimiz, mana ular sendan o'zga ibodat qilgan sheriklarimiz derlar. Bas u sheriklar bularga, albatta sizlar yolg'onchidirsizlar deb so'z tashlarlar. O'sha kunda u mushriklar Allohga taslim bo'lurlar va to'qib olgan narsalari ulardan g'oyib bo'lar. Kufr keltirgan va Allohning yo'lidan to'sganlarga buzg'unchilik qilganlari uchun azob ustiga azob ziyoda qildik. O'sha kunda har bir ummatga o'zidan guvoh olib kelamiz va seni mana bularga guvoh qilib keltiramiz. Senga kitobni har bir narsani bayon qilish uchun hamda musulmonlarga hidoyat, rahmat va xushxabar qilib nozil etdik. Albatta, Alloh adolatga, yaxshilik qilishga, yaqin qarindoshga haqqini berishga amr etur va fahshdan, munkardan hamda tajovuzkorlikdan qaytarur. U sizlarga va'z qilur, shoyatki eslatma olsangiz. Agar ahdlashsangiz, Allohning ahdiga vafo qiling. Qasamlarni ta'kid qilinganidan so'ng buzmang. Batahqiq Allohni o'zingizga kafil qilgansiz-a? Albatta, Alloh nima qilayotganingizni bilur. To'qigani quvvatli bo'lganidan so'ng uni tarqatib yuborgan xotinga o'xshab, bir ummat boshqa ummatdan ziyodroq bo'lgani uchun qasamlaringizni orangizga aldov vositasi qilib olmang. Albatta, Alloh bu bilan sizni sinamoqda, xolos. Albatta, u qiyomat kuni nima haqida ixtilof qilganingizni bayon qilib berur. Agar Alloh xohlaganida sizlarni bir ummat qilar edi, lekin xohlagan kimsani zalolatga ketkazadir va xohlagan kishisini hidoyat qiladir. Va albatta, qilib yurgan amallaringizdan so'ralursizlar. Qasamlaringizni orangizda aldov vositasi qilib olmangki, qadam sobit bo'lganidan so'ng toyib ketur hamda Allohning yo'lidan to'sganingiz uchun yomonlikni totib qolursiz va sizga ulkan azob bo'lur. Allohning ahdini ozgina bahoga sotmang. Agar bilsangiz, siz uchun albatta Allohning huzuridagi narsa yaxshiroqdir. Huzuringizdagi narsa tugaydir. Allohning huzuridagi narsa esa boqiydir. Albatta, sabr etganlarni qilib yurgan amallarining eng go'zali barobarida ajr ila mukofotlarmiz. Erkakmi, ayolmi, kim mo'min bo'lgan holida solih amal qilsa, uni pok, go'zal hayot kechirtiramiz va albatta ularni qilib yurgan amallarining eng go'zali barobarida ajr ila mukofotlarmiz. Qachon Qur'on o'qisang, Allohdan quvilgan shaytondan panoh so'ragin. Albatta, iymon keltirganlarga va Robbilariga tavakkul qilganlarga u shaytonning hukmronligi yo'q. Uning hukmronligi faqat uni do'st tutadiganlarga va u sababli mushrik bo'lganlarga xolos.
Qachonki bir oyatni boshqa bir oyat o'rniga almashtirsak, holbuki Alloh nimani nozil qilishni o'zi yaxshi biluvchidir, ular albatta sen uydirmachisan xolos derlar. Yo'q, ularning ko'plari bilmaslar. Uni muqaddas ruh Robbingdan iymon keltirganlarni sabotli qilish uchun hamda musulmonlarga hidoyat va xushxabar etib haq ila nozil qilganini ayt. Batahqiq bilamizki, albatta ular unga birorta bashar ta'lim bermoqda xolos derlar. Ular ishora qilayotganning tili ajamiydir, bu esa ochiq oydin arab tilidadir. Albatta Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlarni Alloh hidoyatga solmaydi va ularga alamli azob bordir. Yolg'onni faqat Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlargina to'qirlar. Ana o'shalar o'zlari yolg'onchilardir. Kim iymondan so'ng Allohga kufr keltirsa, qalbi iymon ila orom topa turib, zo'rlanganlar bundan mustasno. Kim ko'ksini kufrga ochsa, bas, ularga Allohdan g'azab bor, ularga buyuk azob bor. Bu ularning dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'yganlari va albatta Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmasligi sababidandir. Ana o'shalarning qalblari, quloqlari va ko'zlariga Alloh tamg'a bosgandir. Ana o'shalar g'ofillardir. Hech shubha yo'qki, oxiratda ular ziyon ko'ruvchilardir. So'ngra albatta Robbing fitnaga uchraganlaridan keyin hijrat etib, jihad qilgan va sabr etganlar uchun albatta Robbing shulardan keyin o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. U kunda har bir jon o'zi haqida tortishish uchun kelur va har bir jonga qilgan amali to'liq qilib berilur hamda ularga zulm etilmas. Alloh bir shaharni misol qilib keltiradi. U omonlik va xotirjamlikda edi. Rizqi har makondan farovon kelib turar edi. So'ng u Allohning ne'matlariga kufr keltirdi. Bas, Alloh unga qilgan ishlari uchun ochlik va xavf libosini tottirdi. Batahqiq ularga o'zlaridan rasul keldi. Bas, ular uni yolg'onchiga chiqardilar. Keyin zolim bo'lgan hollarida ularni azob tutdi. Bas, Alloh sizga rizq qilib bergan narsalardan halol pok holda yenglar va agar ungagina ibodat qiladigan bo'lsangiz, Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Albatta, u zot sizlarga faqat o'limtikni, qonni, cho'chqa go'shtini va Allohdan o'zgaga atab so'yilgan narsalarnigina harom qildi. Kimki maza talab qiluvchi va tajovuzkor bo'lmagan holda majbur bo'lib qolsa, albatta Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Allohga nisbatan yolg'on to'qish uchun tillaringiz vasf qilgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom deyavermanglar. Albatta, Allohga nisbatan yolg'on to'quvchilar zafar topmaslar. Ozgina matohdir va ularga alamli azob bor. Yahudiy bo'lganlarga esa senga bundan oldin aytib bergan narsalarimizni harom qildik. Ularga zulm qilmadik. Lekin ular o'zlariga zulm qilgan edilar. So'ngra albatta Robbing jaholat ila yomonlik qilgan, undan keyin esa tavba qilib, isloh qilganlarga albatta Robbing shulardan so'ng o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Albatta Ibrohim Allohga itoatkor, hanif ummat edi. Mushriklardan bo'lgan emas. Uning ne'matlariga shukr qiluvchi edi. U zot uni tanlab oldi va
unga dunyoda yaxshilik berdik, oxiratda esa u albatta solihlardandir. So'ngra esa Hanif bo'lgan Ibrohimning millatiga ergash, u mushriklardan bo'lmagan edi deb vahiy qildik. Shanba faqat u to'g'risida ixtilof qilganlar zimmasiga yuklandi xolos. Albatta Robbing qiyomat kuni ular orasida ixtilof qilgan narsalari haqida hukm chiqarur. Robbingning yo'liga hikmat va yaxshi mau'iza ila da'vat qil va ular ila go'zal uslubda mujodala et. Albatta Robbing o'z yo'lidan adashganlarni o'ta biluvchi va hidoyat topuvchilarni ham o'ta biluvchidir. Agar iqob qiladigan bo'lsangiz, o'zingizga qilingan iqobga o'xshash iqob qiling. Agar sabr qilsangiz, albatta u sabr qiluvchilar uchun xayrlidir. Sabr qil. Sening sabring faqat Alloh ila bo'lur. Ular uchun mahzun bo'lma. Ularning qilayotgan makrlaridan siqilma. Albatta Alloh taqvo qilganlar va go'zal ishlar qilganlar bilandir.